Hammaga salom. Siz bilan Guru Markets. Kompaniya haqida umumiy ma'lumotlardan boshlaylik. Bir oz ko'proq biz har bir parametrni batafsil ko'rib chiqamiz. Agar xohlasangiz, uni pauza qilishingiz mumkin. Biz o'rganilayotgan tashkilotning har bir parametrini sinchiklab ko'rib chiqishni taklif qilamiz. Endi biz tashkilotning joriy fundamental ko'rsatkichlarini ko'rib chiqamiz. Montauk Renewables Ticker MNTK. Ushbu sharh 2025 yil 19 may holatidagi joriy ma'lumotlardan foydalangan holda yaratilgan. Tasnifi bo'yicha Guru Markets korporatsiya Montauk Renewables Inc. pastki toifaga kiradi. Green Energy taqqoslashda 45 ta kompaniya ishtirok etadi. Bu juda vakillik. Buyurtma qarorlarini ushbu videoning oxirida qidiring. Kompaniya uchun umumiy natija quyidagicha: 10 balldan 7 ball. Pastki kategoriya uchun o'rtacha ball -5 ball. Agar siz kengroq qarasangiz, umuman bozor ichida. Biz butun bozor uchun o'rtacha reyting 1.9 ball ekanligini ko'ramiz. Kompaniya uchun 7 ball reytingga qarshi Montauk Renewables. Kompaniya aksiyalari narxining harakatini taqqoslash Montauk Renewables Inc. va kichik toifadagi kompaniyalar. Oxirgi 12 oy ichida aksiyalarni ko'ramiz. Montauk Renewables -56.5% dinamikani ko'rsatdi. Kichik toifadagi narx dinamikasiga nisbatan -1%. Bu aniq hech narsani anglatmaydi, lekin e'tiborga olish kerak. Kompaniyaning bozor kapitallashuvi Montauk Renewables OH $3 milliard tashkil etadi. Bozor kapitallashuvi $62 milliard ga teng bo'lgan kichik toifadagi $5 milliard ga teng. Montauk Renewables OH 48% tashkil etadi va kichik toifadagi juda kichik kompaniyalardan biridir. Kompaniyaning balans qiymati OH 26 milliard. $40 milliard kichik toifadagi kapitallashuv bilan. Montauk Renewables OH 647% tashkil etadi. Bozor va balans kapitallashuv ulushlarini taqqoslab, biz quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Baham ko'ring. Montauk Renewables bozor kapitallashuvini baholashda kichik toifadagi OH 48% tashkil etadi. Balans qiymati OH 647% tashkil etadi. Bu bozor qiymati ulushidan 35% ga ko'pdir. Kompaniyaning bozor ulushini va kichik toifadagi balans kapitallashuvini baholash yaxshi 1 ball. Tashkilotning moliyaviy majburiyatlari OH 5.9 milliard. Balans qiymatiga bo'lgan qarz kapitalining 22.7%ni tashkil qiladi. Kompaniyaning moliyaviy majburiyatlari reytingi yaxshi 1 ball. Kompaniyaning narx-daromad nisbati 43. Pastki kategoriya uchun o'rtacha OHni tashkil qiladi. Bu pastki toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan sezilarli darajada yaxshi. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan solishtirganda kompaniyaning fond bozori qiymatining foyda nisbati bahosi juda yaxshi 2 ball. So'nggi 12 oydagi foyda $7 million tashkil etdi. Kelgusi 12 oy uchun prognoz qilingan foyda $18 million bo'lishi kutilmoqda. Hozirgidan 149% ga ko'p. Kichik toifadagi kompaniyalar bilan taqqoslaganda kutilayotgan kelajakdagi foyda ko'rsatkichini baholash yaxshi 1 ball. Kompaniyaning narx-sotish nisbati 1.7 ni tashkil qiladi. Pastki kategoriya bo'yicha o'rtacha ko'rsatkich 1.3 ni tashkil etadi. Bu kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkichdan 31% ga yuqori. Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda bozor qiymatining daromad nisbatini baholash tolet -OH 5 ball. Oxirgi 12 oydagi daromad $180 million tashkil etdi. Kelgusi 12 oylik daromad $290 million bo'lishi kutilmoqda. Bu hozirgidan 61% ga ko'pdir.
Kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda prognoz qilingan kelajakdagi sotish ko'rsatkichini baholash yaxshi 1 ball. Savdo marjasi tort 1% tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich -13,5% tashkil qiladi. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 17,6% tashkil etadi. Kichik kategoriya ko'rsatkichlari bilan solishtirganda sotish rentabelligini baholash yaxshi 5 ball. Kompaniyaning kichik toifadagi xodimlar sonidagi ulushi 17% tashkil etadi. Bu bozor kapitallashuv ulushidan 182% ga kam. Va bu fakt kompaniyaning joriy bozor narxi o'rtasidagi nomuvofiqlikni ko'rsatadi. Montauk Renovables katta ehtimol bilan qayta baholash tomon. Tashkilotning bir xodimiga to'g'ri keladigan bozor kapitali miqdori $1,796 ming ga teng. Kichik turkumda esa $637 ming bor. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniya ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 181,9% ni tashkil etadi. Kompaniyaning bir xodimga to'g'ri keladigan kapitalini kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash otish mumkin 10 ball. Kompaniyaning individual xodimiga to'g'ri keladigan foyda miqdori $44,6 ming ni tashkil etadi. Kichik toifadagi o'rtacha -$64,7 ming. Va kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniya ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq $109 ming ni tashkil qiladi. Kompaniyaning bir xodimiga to'g'ri keladigan foydani kichik toifadagi kompaniyalar ko'rsatkichlari bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Kompaniyaning har bir xodimga to'g'ri keladigan savdosi $1,8 ni tashkil etadi. Pastki kategoriya $481 ming. Kichik toifadagi o'rtacha ko'rsatkich va kompaniyaning ko'rsatkichlari o'rtasidagi farq 125% ni tashkil qiladi. Kompaniyaning alohida xodimiga to'g'ri keladigan sotish hajmini kichik toifadagi ko'rsatkichlar bilan taqqoslaganda baholash yaxshi 5 ball. Sotiladigan aksiyalarning 3-5% mavjud bo'lsa, kichik toifadagi o'rtacha 8-9%. Bu qisqa siqish xavfining ko'rsatkichidir. Texnik ko'rsatkich RSI-14 kompaniya uchun 44% darajasini ko'rsatadi. Montauk Renovables Int. Kichik turkumda RSI darajasi 14-65% ni tashkil qiladi. Texnik jihatdan kichik toifadagi qimmatli qog'ozlar kompaniyanikidan yuqori baholanadi. Montauk Renovables Int. Kompaniya aksiyalarining hozirgi bahosi $2,7 atrofida. Kompaniya aksiyalari uchun konsensus bahosi $3,39 atrofida. Haqiqiy narx va konsensus prognozi taxminan 64% ga farq qiladi. Keling, siz uchun mavjud bo'lgan buyurtmalar jadvaliga o'tamiz. Unga havola mahkamlangan izohda. Buyurtmalar jadvali ma'lum bir mavsumda aksiyalarni baholash uchun ma'lumot tizimi tomonidan qabul qilingan barcha qarorlarni o'z ichiga oladi. Guru Markets. Buyurtmalar jadvaliga kirish mutlaqo bepul va ochiq. Bog'langan izohdagi havola. Baholash natijalariga asoslanadi. Montauk Renovables Int. Aksiyalarni baholash uchun axborot ma'lumotnoma tizimi Guru Markets quyidagi qaror qabul qilindi. Har bir aksiya uchun $2,8 dan sotib olish buyrug'ini oching. Buyurtma kompaniyaning nisbatan yuqori reytingga ega ekanligi sababli ochildi. Tashkilotning bahosi baholash modeli hokim indeksdan foydalangan holda amalga oshirildi. Foyda olish 2,55 qilib belgilangan. Stop loss 1,61 darajasida belgilangan. Agar buyurtma foyda olish yoki zararni to'xtatish bilan yopilmasa, keyin bitim 2025 yil 18 iyundagi savdo yakunida avtomatik tarzda belgilanadi. Yoki ushbu sanadan oldingi oxirgi ish kunida. Tishker, BEPich kompensatsion sotish buyrug'idir. Balans tartibidagi video bu kanalda bo'ladi yoki allaqachon e'lon qilingan. Buyurtmalardan biri yopilganda asosiy yoki balanslash.
teskari tartib joriy darajada o'rnatiladi. Ushbu videoni tomosha qilganingiz va ma'lumotnoma tizimidan foydalanganingiz uchun barchangizga rahmat. Guru Markets. Siz haqiqatan ham butun sayyoradagi eng zo'r tomoshabinsiz.